Ne qilig'i yoqib Allohga bir g'iybatchi tushdi jannatga. Shukr qilmay shohu panohga berildi-ku shirin g'iybatga. Og'zi tinmay so'zlar tupurib, na jannatni his qilar ruhi. Tinimi yo'q yilda yugurib, hech topilmas g'iybat guruhi. Hamma jannat zavqini tuyar, parvosiga olmasdi uni. Kim yomonroq ish qilar kutar, ammo jimlik chiqdi tutini. Tavba, hech kim qilmas yomonlik, mundoqlikda bo'lmas lof urib. Dedi yoqmas bunday zamonlik, biror kimni bo'lmas gapirib. Jahannamga bir borib ko'ray, yomonlar ko'p gap topib kelgum. Yomon ishlar qilar har qalay, so'ng hammani hayratga solgum. Shu o'y bilan bordi dozoqqa, qo'rqib ketdi azobin ko'rib. Jazo tayin edi gunohga, dedi qoldim men pashsha qo'rib. Yo'q, jannatga boray har qalay, yonmayman-ku olovda bunday. Shoshganicha borganda hay kiritmadi qurqur hurmalak. Tushunmadi bu qanday ahvol, ovoz keldi Allohdan darhol. Senga asli jannatim uvol, yerda ham sen bo'lding behol. Topmaysan sen aslo halovat, senga loyiq do'zax ofat. Taratmaysan xushbo'y tarvat, jannatimga qilmaysan toqat. Jannatlarga qo'ysam gunohni, fe'li unga qaziydi joni. Men yoqmayman bandam-ku o'zi, olov qilar qizargan cho'g'ni. G'iybat qochdi do'zax tomon, endi u ham yonardi yomon. Hech kim chiqmas do'zaxdan omon, aldasagar yolg'onchi zamon. Gar topmasang qissadan hissa, to'laversin gunohga qissa. Qilmishlaring qandayin pishsa, o'zing uchun bo'lar ikki hissa. She'r muallifi Ne'matova.